Rasulullohga salovat ayting. Bugun musiqa eshitib boramiz. Behuda so'zlar aytamiz. Bugun soatlab vaqtimizni ijtimoiy tarmoqlardagi behuda narsalar bilan o'tkazamiz. Birodar, bir savol bor. Siz ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazib ko'rayotgan narsalaringiz kulgili, ma'noli, ma'nosiz, insonni ongini buzadigan, fe'lini qaytaradigan, insonni yomon holatlarga keltiradigan, fikrini buzadigan narsalarni internet tarmog'idan ko'ryapsiz bugun. Soatlab ko'ryapsiz. Birodar, tugaydimi o'sha? Tugamaydi hech qachon. Uni oxiri yo'q. Ko'rsangiz, ko'rganingiz sari yangisi chiqib kelaveradi. U tugamaydi birodar. Lekin umr tugaydi. Vaqt tugaydi. Ko'z nuri tugaydi. Imkoniyat va mablag' tugaydi. Ular tugamaydi.